Bulovashidan keldim. Mana shu isbotli tibbiyot klinikasiga 4 kun 5 kun davolanib, mana kecha operatsiya bo'ldim. O'sha doktorim Abduvahidjon operatsiya qildi. Ming marta rahmat. Belim mana shu 10 yildan beri bezovta qilardi. Yotmagan joylarim qolmagan, ichmagan dorilarim qolmagan. Lekin shu klinikani eshitib, shu yerga kelib 5 kun davolanib, keyin operatsiya qilishdi. Mana hozir yaxshiman. Menga o'xshab beli og'riganlar u yoq bu yoqdan ko'p davolanib yura olmasdan o'zini mutaxassis bo'lgan shu vrachim Abduvahidjon mana davoladi. Rahmat. Bu klinikaning hamma sharoitlari yaxshi ekan. 2 kishilik xonalar, ichida dushi, oshpazlar ham ovqatlarni xonalarga olib kirib berar ekan. Sharoitlar a'lo darajada. Mana joni sog' bo'lsin. Mana operatsiyadan chiqib, chiroyli bo'lib, mana oyog'imda yuryapman.